Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy. Mahmudxo'ja Behbudiy jadidchilik harakatining yirik namoyandasi, o'lka jadidlarining yetakchisidir. U pedagogika, jurnalistika, matbuotchilik, noshirlik, siyosat, tijorat va boshqa qator ishlar bilan shug'ullangan. Bundan tashqari Behbudiy yangi o'zbek adabiyotining shakllari va rivojiga ham o'z hissasini qo'shgan. Behbudiy ham jadidchilik harakatining tamal toshi bo'lgan maktab islohotiga qattiq kirishgan. Uning tashabbusi va g'ayrati bilan 1903-yilda Samarqandda yangi maktablar tashkil qilindi. Mahmudxo'ja Behbudiy butun faoliyatini millatni ilm-ma'rifatli qilishga qaratdi. Buning uchun u usuli jadid maktablari tarmog'ini kengaytirish, ular uchun o'quv dastur va darsliklar yaratish, o'quvchilarni o'quv qurollari bilan ta'minlash, kutubxona, nashriyotlar tashkil qilish ishlari bilan muttasil shug'ullanib kelgan. Behbudiy ushbu usul zaminida Turkiston o'lkasida birinchi bo'lib alifbo darsligini yaratdi va uni Risolai Asbobi Savod deb nomladi. Asar tojik tilida yozilgan. Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin 1 yil davomida Abduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o'tkazdi. Alifboga ba'zi bir o'zgartirishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi. Behbudiyning muhim darsliklaridan yana biri Kitobat ul Atfol deb nomlangan. Uning Muntaxabi Jug'rofiyai umumiy darsligi geografiya faniga oid bo'lgan. Mahmudxo'ja Behbudiy usuli jadid maktablari tarmoqlarini kengaytirish, zamonaviy o'qituvchilar tarbiyalash sohasidagi Munavvar qori Abdurashidxon o'g'li faoliyatini qo'llab-quvvatladi. Jadidlar jamiyatni rivojlantirish omili birinchi navbatda ma'rifatga, ta'lim-tarbiyaga bog'liq ekanligini yaxshi anglab yetgan edilar. Shu tufayli Padarkush dramasida bu yetilgan hayotiy muammo eng dolzarb masala sifatida kuyunchaklik bilan ko'rsatildi. Behbudiyning millat taraqqiyoti uchun boshlab bergan xayrli ishlari qatorida Behbudiy kutubxonasi nomi bilan turardi. Samarqanddagi dastlabki mahalliy gazeta va milliy jurnalning noshiri, birinchi milliy drama muallifi, Turkistondagi usuli jadid maktablari birinchi nazoratchi va amaliyotchi, eng birinchi darsliklar mualliflari bo'lgan Behbudiy kutubxona tashkil qilishda ham birinchilardan bo'lgan. Behbudiy jami 18 ta vaqtli matbuot nashrida faol qatnashgan va jami maqolalarining soni 200 ga yaqin bo'lgan. Uning faoliyati ko'p qirrali bo'lib, u jadidlar orasida alohida ajralib turardi va bu faoliyat qirralarini tadqiq etilsa, Turkiston jadidlarining yetakchisi ekanligi yaqqol ko'zga tashlanar edi. Uning ko'p qirrali faoliyatida til, ayniqsa adabiy til, shuningdek til o'rganish masalasi alohida o'rin tutgan. Shu o'rinda Behbudiyning umumiy til yoki adabiy til hamda o'sha davrlar uchun o'ta dolzarb bo'lgan umum adabiy til masalasidagi pozitsiyasini aniqlashtirib olish juda ham muhim bo'lgan. Behbudiy haqiqat axtarmadi. Odamlarni mavhum haqiqatni topish uchun undamadi. U bor haq va haqiqatni xalqqa matbuot, adabiyot va san'at orqali ko'rsatdi. Ushbu kitobni to'liq o'qib chiqib, Behbudiy haqida to'liqroq ma'lumot olishingizni tavsiya qilib qolamiz.